Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 22 noyabrgacha daxta ma'lumotnomani tayyorlab qo'ymasangiz, ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar yoki ijtimoiy yordam pullarini vaqtida ola olmay qolishingiz mumkin. Bu gap faqat pensionerlarga emas, nafaqa olayotgan oilalarga, farzandi o'qiyotgan ota-onalarga, nogironligi bor shaxslarga, o'quvchisini yo'qotganlarga va kam ta'minlangan oilalarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi hujjatlar kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlarga bu masala tegishli emas, qayerga borish kerak va arizada nimani yozish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta ma'lumotnoma yetishmasa ham to'lov kechikishi yoki qayta hisob-kitob qilinmasligi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamning pulini saqlab qoladi. Oldin ko'p holatlarda odamlar meni tizimda ko'rib turishadi. Hammasi avtomatik chiqadi deb o'ylardi. Haqiqatan ham oxirgi yillarda ayrim ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Pasport ma'lumoti, yashash manzili, pensiya turi, ayrim daromadlar, nogironlik holati, talabalar ro'yxati va boshqa ma'lumotlar davlat bazalarida bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda bitta muammo bor. Bazadagi ma'lumot har doim ham to'liq, yangilangan yoki sizning vaziyatingizni to'g'ri aks ettirgan bo'lmaydi. Masalan, bola kollej yoki universitetda o'qiyotgan bo'lsa, lekin uning o'qishi haqidagi ma'lumot tizimga kech kiritilgan bo'lishi mumkin. Yoki odam ishidan bo'shagan, lekin daromad bazasida hali eski ma'lumot turibdi. Yoki nogironlik muddati uzaytirilgan, lekin tegishli organ bazasida yangilanish kechikkan. Natijada mas'ul tashkilot sizga qo'shimcha to'lovni hisoblashda tasdiqlovchi hujjat yetishmayapti deb turib qoladi. Mana shuning uchun 22 noyabrgacha hujjatlarni tekshirib olish juda muhim. Bu sana ko'p joylarda navbatdagi hisob-kitob, arizalarni qabul qilish, to'lov ro'yxatini shaxlantirish yoki qayta tekshirish muddati sifatida qo'yilishi mumkin. Men buni shunday tushuntiraman. Agar siz hujjatni muddat ichida topshirsangiz, sizning holatingiz to'lov ro'yxatiga vaqtida tushadi. Agar kechiksangiz, pul butunlay yo'qolmasligi mumkin. Lekin kechikadi. Qayta ariza talab qilinadi. Ba'zan esa aynan o'sha oy uchun qo'shimcha summa hisoblanmay qolishi mumkin. Birinchi ma'lumotnoma. Yashash joyi yoki oila tarkibi bo'yicha ma'lumot. Bu hujjat ko'pincha kim bilan birga yashayotganingizni, oilada nechta kishi borligini, ro'yxatda kimlar turishini tasdiqlash uchun kerak bo'ladi. Nega bu muhim? Chunki ko'p ijtimoiy to'lovlar oiladagi odamlar soniga, qaramog'idagi bolalar soniga, yolg'iz yashash holatiga yoki boquvchisiz qolgan oila tarkibiga qarab belgilanadi. Oddiy misol keltiraman. Bir ayol 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i chet elda yoki oiladan alohida. U kam ta'minlangan oila sifatida yordam olmoqchi. Agar oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilsa, masalan, ro'yxatda aslida yashamayotgan bir qarindosh ham turib qolgan bo'lsa, tizim oila daromadini noto'g'ri hisoblab yuborishi mumkin. Natijada sizning oilangiz mezonga to'g'ri kelmaydi degan javob chiqadi. Aslida esa ayol yordamga haqli bo'lishi mumkin edi. Yana bir misol. Pensioner yolg'iz yashaydi va unga kommunal to'lovlar yoki parvarish bo'yicha qo'shimcha yordam belgilanishi mumkin. Lekin ro'yxatda farzandi ham shu manzilda ko'rinsa, mas'ul idora bu odam yolg'iz emas deb hisoblaydi. Farzand boshqa shaharda yashayotgan bo'lsa ham, hujjatda bu aniq ko'rsatilmasa, qo'shimcha to'lov masalasi cho'ziladi. Ikkinchi ma'lumotnoma daromad haqida ma'lumotnoma. Bu eng ko'p muammo chiqaradigan hujjatlardan biri. Chunki qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va moddiy yordamning katta qismi daromad mezoniga bog'liq. Ish haqi, pensiya, aliment, stipendiya, ijara daromadi, yakka tartibdagi faoliyatdan tushum, doimiy pul o'tkazmalari ayrim holatlarda hisobga olinishi mumkin. Masalan, oilada ota 2 million 500 ming so'm maosh oladi, ona ishlamaydi, 3 nafar farzand bor. Tizimda esa otaning eski ish joyidagi 5 million so'mlik maosh turib qolgan. Bunday vaziyatda oila kam ta'minlangan deb chiqmasligi mumkin. Ota men hozir unday maosh olmayapman desa ham, hujjat bilan tasdiqlamasa, mas'ul xodim faqat gapga qarab qaror chiqara olmaydi. Shuning uchun ish joyidan oxirgi oylar bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasi, ishsiz bo'lsa bandlik organidan ma'lumot, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa soliq bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Yana bir vaziyat. Pensioner qo'shimcha ustama olishga haqli, lekin uning nomida kichik tadbirkorlik faoliyati ochiq qolgan. U faoliyat yuritmayotgan bo'lsa ham, bazada faol deb tursa,
daromad bor degan gumon paydo bo'ladi. Bunday holatda soliq organidan yoki tegishli platformadan faoliyat yo'qligi, aylanma bo'lmagani yoki faoliyat to'xtatilgani haqida ma'lumot olish kerak bo'ladi. 3-ma'lumotnoma farzandning o'qishi haqida ma'lumotnoma. Bu hujjat ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ayrim nafaqa turlari. Qaramog'dagi bola uchun qo'shimcha to'lov talaba farzandi bor oilalar uchun ijtimoiy yordam masalalarida muhim bo'ladi. Ko'p hollarda bola 15 yoshga to'lgandan keyin ham kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar davom etishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish vaqtini tasdiqlash talab qilinadi. Misol uchun, otasi vafot etgan talaba qiz boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsin. U 17 yoshga to'ldi. Lekin universitetning kunduzgi bo'limida o'qishni davom ettiryapti. Agar universitetdan o'qish haqida ma'lumotnoma vaqtida berilmasa, tizim uni voyaga yetdi, endi asos yo'q deb ko'rib, to'lovni to'xtatib turishi mumkin. Keyin hujjat topshirilgandan keyin qayta tiklash masalasi ko'riladi. Lekin bu vaqt asab va pul yo'qotish degani. Yana bir misol, bola sirtqi ta'limda o'qiydi. Ba'zi to'lovlarda faqat kunduzgi ta'lim inobatga olinadi. Ayrimlarida esa shartlar boshqacha bo'lishi mumkin. Ota-ona farzandim talaba-ku deb o'ylaydi. Lekin hujjatda ta'lim shaxli aniq yozilmagan bo'lsa, masala ochiq qoladi. Shuning uchun ma'lumotnomada talabaning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, ta'lim muassasasi, nomi, kursi, ta'lim shaxli, o'qish boshlangani va davom etayotgani aniq ko'rsatilishi kerak. 4-ma'lumotnoma nogironlik. Tibbiy holat yoki parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi ma'lumot. Bu hujjat nogironligi bor shaxslar, nogiron farzand parvarish qilayotgan ota-onalar, o'zgalar parvarishga muhtoj keksalar, og'ir kasallik sabab ishlay olmayotganlar uchun juda muhim. Bunday to'lovlarda mening ahvolimni hamma biladi degan yondashuv ishlamaydi. Davlat to'lovi hujjatiga qaraydi. Masalan, bir bolada nogironlik bor va onasi unga qarab uyda o'tiradi. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, nafaqa yoki qo'shimcha yordam to'xtab qolishi mumkin. Onasi bola hali ham davolanyapti desa ham, komissiya xulosasi yangilanmagan bo'lsa, mas'ul tashkilot to'lovni davom ettirishga asos topa olmaydi. Yana bir misol, keksa odam yurish qo'zg'alishda qiynaladi. Dori-darmon xarajati ko'p, farzandlari boshqa joyda. U parvarish yoki qo'shimcha yordam bo'yicha murojaat qilmoqchi. Lekin tibbiy xulosa nogironlik guruhi yoki parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, ariza rad etilishi mumkin. Shuning uchun shifokor ko'rigi, tibbiy komissiya xulosasi, nogironlikni belgilash bo'yicha hujjat, reabilitatsiya dasturi yoki tegishli tibbiy ma'lumotlar oldindan tayyor bo'lishi kerak. Men birinchi navbatda quyidagi odamlarga e'tiborli bo'lishni aytaman. Birinchisi, nafaqa, moddiy yordam, kompensatsiya yoki qo'shimcha ustama olayotganlar. Agar siz har oy asosiy pensiyadan tashqari yana qandaydir qo'shimcha summa olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshiring. Bu 7 ming so'm bo'ladimi? 37 ming so'm bo'ladimi? Ba'zi oilalar uchun juda muhim pul. Ikkinchisi, oilasida 15 yoshga yaqinlashgan yoki 15 yoshdan oshgan talaba farzandi borlar. Bu yoshda to'lovlar bo'yicha shartlar o'zgaradi. Kecha bola edi, bugun voyaga yetdi degan huquqiy holat paydo bo'ladi. Agar u o'qiyotgan bo'lsa, buni tasdiqlash kerak. Uchinchisi, nogironlik muddati tugash arafasida bo'lganlar. Nogironlik doimiy bo'lsa boshqa masala, lekin muddati belgilangan bo'lsa, har bir muddat muhim. Bir yil kechiksangiz ham to'lovda uzilish paydo bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, yashash manzili, oilaviy holati, ish joyi yoki daromadi o'zgarganlar. Nikoh, ajrim, farzand tug'ilishi, odamning vafoti, ishga kirish, ishdan bo'shash, boshqa tumanga ko'ch kabi o'zgarishlar to'lovlarga bevosita ta'sir qiladi. Bularni o'z vaqtida bildirmaslik keyinchalik qarzdorlik yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga ham olib kelishi mumkin. Agar siz hech qanday qo'shimcha to'lov, nafaqa, kompensatsiya, ustama yoki ijtimoiy yordam olmayotgan bo'lsangiz, bu masala sizga to'g'ridan to'g'ri tegmasligi mumkin. Lekin oilangizda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, talaba farzandingiz yoki nogironligi bor yaqin qarindoshingiz bo'lsa, baribir tekshirib qo'ygan yaxshi. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron bazalarda yangilangan bo'lsa, masalan, o'qish ma'lumoti avtomatik tushgan, nogironlik muddati doimiy, daromadlar to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, qo'shimcha hujjat so'ralmasligi mumkin. Lekin men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odam hammasi bor deb o'ylaydi.
Mas'ul xodim esa bitta tasdiq yetishmayapti deydi. Shu sababli kamida telefon qilib yoki borib ro'yxatda hujjatlaringiz to'liq ekanini aniqlashtirib oling. Eng katta nozik joylardan biri shuki. Har bir to'lov turining o'z sharti bor. Bir to'lov uchun oila tarkibi yetarli bo'lishi mumkin. Boshqasi uchun daromad ham kerak bo'ladi. Bir joyda talabaning o'qishi haqidagi ma'lumot elektron bazadan olinadi. Boshqa holatda esa muassasa muhr bilan berilgan ma'lumotnoma so'raladi. Shuning uchun qo'shnimdan shuni so'rashmagan degan gap sizning holatingizga dalil bo'lmaydi. Ikkinchi nozik joy ma'lumotnomaning muddati. Ayrim ma'lumotnomalar 30 kun, ayrimlari 10 kun, ayrimlari esa berilgan sanadan boshlab qisqa muddat ichida amal qilishi mumkin. Agar siz hujjatni juda erta olib qo'yib topshirishni kechiktirsangiz, mas'ul xodim muddati o'tgan deb qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun 22 noyabrga yaqin muddatda, lekin navbat va kechikishlarni hisobga olib, oldindan harakat qilish kerak. Uchinchi nozik joy. Ma'lumotnomadagi ism familiya xatolari. Bitta harf noto'g'ri yozilsa, pasport seriyasi adashsa, tug'ilgan sana mos kelmasa, hujjat qaytarilishi mumkin. Masalan, Abdullayev o'rniga Abdullayeva. Yoki pasport raqamida bitta raqam xato bo'lsa, tizim odamni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun hujjat qo'lga olgan zahoti tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash yer, manzil, sana, muhr, imzo hammasi joyida bo'lsin. 4-nozik joy. Haqiqiy yashash joyi va ro'yxatdagi manzil farqi. Odam bir tumanda ro'yxatda turadi, boshqa tumanda yashaydi. To'lov esa qaysi hudud orqali rasmiylashtirilishi kerakligi masalasi chiqadi. Bunday vaziyatda mahalla tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki pensiya bo'limidan aniq yo'l yo'riq olish kerak. Aks holda bir idora boshqasiga yuboradi, vaqt o'tib ketadi. 5-nozik joy daromadni yashirish. Men buni alohida ta'kidlayman. Ma'lumotni ataylab yashirish yaxshi oqibat bermaydi. Agar siz yordam olish uchun daromadni ko'rsatmasangiz, keyin tekshiruvda aniqlansa, ortiqcha olingan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Ayrim holatlarda jarima yoki boshqa huquqiy oqibatlar ham bo'ladi. Shuning uchun hujjatni to'g'ri, halol va aniq topshirish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, siz qaysi to'lovni olayotganingizni aniqlang. Bu pensiyaga qo'shimcha ustamami, bolalar nafaqasimi, moddiy yordammi, o'quvchisining yo'qotganlik to'lovimi, nogironlik nafaqasimi, kommunal kompensatsiyami yoki boshqa to'lovmi? To'lov turini bilmasangiz, bank kartangizga tushayotgan pul izohini, SMS xabarlarini yoki oldingi qaror qog'ozini ko'ring. Ikkinchi qadam, mahalla fuqarolar yig'ini. Tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Qaysi idoraga borish to'lov turiga bog'liq. Agar yordam mahalla orqali tayinlangan bo'lsa, avval mahalladan boshlang. Agar pensiya yoki ustama bo'lsa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va ijtimoiy himoya organlari bilan aniqlashtiring. Hujjatlar ro'yxatini yozib oling. Og'zaki eshitib ketmang. Mas'ul xodimdan menga aynan qaysi ma'lumotnoma kerak, qaysi sanagacha topshirishim kerak, asl nusxami yoki nusxa yetarlimi, elektron shakl bo'ladimi deb so'rang. Iloji bo'lsa, ro'yxatni qog'ozga yozdirib oling yoki rasmga tushirib qo'ying. 4-qadam, 4 ta asosiy yo'nalishni tekshiring. Oila tarkibi yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumot, daromad bo'yicha ma'lumot, farzand o'qishi bo'yicha ma'lumot, nogironlik, tibbiy holat yoki parvarishga muhtojlik bo'yicha ma'lumot. Sizga bularning hammasi kerak bo'lmasligi mumkin, lekin qaysi biri sizning to'lovingizga ta'sir qilsa, o'shani tayyorlang. 5-qadam, hujjatlarni topshirganda albatta qabul qilinganini tasdiqlating. Ariza raqami, qabul qilingan sana, mas'ul xodimning ismi, muhr yoki elektron tasdiq bo'lsa saqlab qo'ying. Ko'p odam aynan shu joyda xato qiladi. Hujjatni berib ketadi. Keyin bizga kelmagan degan gap chiqadi. Sizda dalil bo'lishi kerak. Agar sizdan ariza so'ralsa, mazmun sotda va aniq bo'lsin. Masalan, menga tayinlangan qo'shimcha to'lovni davom ettirish yoki qayta hisoblash uchun ilova qilinayotgan ma'lumotnomalarni qabul qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Keyin ilova qilingan hujjatlarni sanab o'tasiz. Oila tarkibi haqida ma'lumotnoma, daromad haqida ma'lumotnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik yoki tibbiy xulosa nusxasi. Agar to'lov to'xtab qolgan bo'lsa, arizada to'lov to'xtatilgan davr bo'yicha sabablarni ko'rib chiqib, hujjatlar asosida qayta hisob-kitob qilishni so'rayman deb yozing.
Agar siz hujjatni vaqtida topshirgan bo'lsangiz, lekin pul tushmagan bo'lsa, qabul qilingan sana va ariza raqamini ko'rsating. Bu juda muhim. Chunki umumiy gap bilan emas, aniq dalil bilan murojaat qilasiz. Birinchi vaziyat. 37 yoshli pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Unga kichik qo'shimcha kompensatsiya chiqish kerak. Lekin ro'yxatda o'g'li ham shu manzilda turibdi. O'g'li aslida Toshkentda ishlaydi, onasi boshqa tumanda yolg'iz. Agar bu holat hujjatda aniqlashtirilmasa, ayol yolg'iz yashovchi sifatida ko'rilmasligi mumkin. Bu yerda yashash joyi va oila tarkibi bo'yicha ma'lumot hal qiluvchi bo'ladi. Ikkinchi vaziyat, oilada 3 nafar bola bor, ota vaqtincha ishsiz, ona uy bekasi. Ular bolalar nafaqasiga murojaat qiladi. Lekin otaning oldingi ish joyidan eski daromad ma'lumoti bazada turibdi. Ota bandlik organidan ishsizlik yoki ish izlayotgani haqida ma'lumot. Oldingi ish joyidan bo'shaganligi haqidagi hujjat zarur bo'lsa daromad yo'qligi bo'yicha tasdiq taqdim etsa, holat to'g'ri ko'rib chiqiladi. Uchinchi vaziyat. 19 yoshli yigit kollej yoki universitetda kunduzgi o'qiydi. Onasi o'quvchisini yo'qotganlik to'lovi bo'yicha unga tegishli summani oladi. O'qish haqida ma'lumotnoma topshirilmasa, o'rgindagi yoshdan keyingi davrda to'lov to'xtashi mumkin. Bu yerda bir varaq ma'lumotnoma oilaning bir necha oylik pulini saqlab qoladi. 4-vaziyat. Nogironligi bor bolaning muddati noyabr oyida tugaydi. Ota-ona oldin ham nogironlik berilgan, yana beriladi deb yuradi. Lekin komissiyadan o'tish kechiksa, to'lovda uzilish bo'ladi. Bunday holatda tibbiy hujjatlarni oldindan yig'ish, shifokor ko'rigidan o'tish, yo'llanma va xulosalarni vaqtida olish kerak. Bugungi masalaning asosiy mazmuni shuki, 22 noyabrgacha hujjatlaringizni tekshiring. Ayniqsa 4 ta yo'nalishga e'tibor bering. Oila tarkibi yoki yashash joyi, daromad, farzandning o'qishi, nogironlik yoki tibbiy holat. Sizga bu hujjatlarning hammasi kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin kerak bo'lgan bittasi yetishmasa ham qo'shimcha to'lov kechikadi yoki hisoblanmay qoladi. Men maslahat beraman. Bugunoq mahallaga, pensiya bo'limiga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilib, sizning ishingiz bo'yicha hujjatlar to'liqmi yoki yo'qmi aniqlashtirib oling. Hujjat topshirsangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki yozuvni saqlang. Ma'lumotnomadagi har bir harf, sana va raqamni tekshiring. Sizda shunday holat bo'lganmi? Hujjat yetishmagani uchun to'lov kechikkanmi yoki rad javobi kelganmi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta vaqtida olingan ma'lumotnoma oilaning muhim qo'shimcha pulini saqlab qolishi mumkin.